Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Gaming Hub kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan FC Mobile'da biz ChatGPT bergan shartlarni, challenge'larni bajarib ko'ramiz do'stlar. Birinchi challenge vazifa, qaranglar mana. Vazifa faqat bronz o'yinchilardan iborat jamoa bilan hash, ya'ni birga bir yoki Division Rivals'da g'alaba qozon. Do'y, birinchi bo'lib bu shartni bajaramiz. Mana biz kirib oldik. Endi bronz o'yinchilarni qo'yib chiqamiz. Samaga biratib qo'yamiz. Mana. Goalkeeper, striker, SB. Siz to'piga bir o'ynamoqchi bo'lsangiz, do'stlar, bizni tashinglar o'zingizda. Futbolchilarni olaylik. Pul yo'q ekan-ku. Hozir do'stlar pul topib yana aniqlayman. Mana do'stlar pul topib oldim. Endi buni o'yinchi olamiz, bronz o'yinchilarni olamiz. Mana shu yetadi menimcha. Endi bu yerdan joy-joyiga qo'yib chiqamiz. Bronz olamiz. Mana yana ikkita himoyachi. Mana bir. Neyse. Levi kerak bizga. O'rniga yomon qo'ygan bo'lamiz. Qarab ko'raychi bitta. Mana Levi. Bo'lgani do'stlar, bronz o'yinchilar faqat. Endi buni Division Rivals'da yutib ko'ramiz. Do'stlar, boshladik. Qani yutolarmikin biz bronz o'yinchilar bilan. U ham почти bir xil ekanmiz bilan. Ozgina biz dash kuchliroq ekanmiz unda. Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu, Guga Villani, tem ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa, juntos. Hoje tem um jogão. Que assim seja, esperamos o melhor. É Real Madrid e Real Madrid. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. Pressing qilamiz, zarba va bashlanganligi Fucking dead beat that should never say more life. Meet the Grams. vaziyat. Haqiqiy FIFA prezidenti. Fucking sets a bitch now, Otano, olha. Não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Mana do'stlar kimlar urdi? Svendendan hat-trick, Godendan dubl 14 ta shot berdi. Bittadan bitta urdi ular.
Penaltidan urdi. Penalti Aforza Real Madrid 60% PlayStation bizda 2 ta faul qildik. Plus. Do'stlar, endi ikkinchi shartni bajaramiz. Mana bu amakim ikkinchi shart do'stlar, gol darvozaboningni GK hujumga qo'y. Qolgan jamoa default tursin. GK bilan gollar urishga harakat qil va bir yoki undan ko'p gol. Qarachi bizda do'stlar darvozabonimizni hujumga qo'ya olmaymiz, chunki FIFAda unaqa iloji yo'q. Bu ozgina PES bilan aralashib ketdi. Biz darvozabon bilan borib gol uramiz. Biz do'stlar darvozabon bilan borib gol uramiz hozir. Mana. Bosdik. Mana do'stlar, bizning hujum anlarimiz, dushmanimiz 54-58. Fucking shit, the bitch now. Alô, galera! Que dia é esse? Big mal, né? Sol, céu aberto, futebol ao vivo na Bastonini EA ko'rasizlar do'stlar. Sports. Account o'limda. Eu sou o Gustavo Villani aqui comigo na Voy, cabine, bля, comentarista brat, Caio Ribeiro. legenda-yu. Hoje tem jogão. Que assim seja, Deus melhor. É o Real Madrid. E Real Madrid. Olha, A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Camarova. Domsida. Maradona, bля, qana account bu. Nima deb borasan? Bo'qmisan? Bo'q pashsha, bля. Kylian Mbappé, iu. Eles recuperam a bola no ataque. Biza varata kiradi. Olha. Mbappé'ni yoqtiraman do'stlar. Mbappé'ni almış yoqadi. Não dá rebote. Tá fim de papo. Qo'lni hammasini Mbappé yoqadi. Hamma finti bor Com a chunki. vitória. Mana do'stlar, bu shartni bajarib oldik. Isso aparece nesse placar apertado. Challenge bajardik. Casillas urdi bitta. Mission passed, respect. Degajimiz ochdi. Mana do'stlar, 3-challenge. No sprint, no skill. Vazifa: hech qanday sprint yugurish yoki skill move ishlatmasdan to'liq o'yin o'yna va g'alaba qozon. Biz do'stlar bitta o'yinda bitta ham skill move ishlatmasdan g'alaba qozonar ekanmiz. Hop, mana shu o'yinda davay ketdi do'stlar. Boshlaymizmi? Ketdi. Bitta hech nima ishlatmasdan 3 harakat ko'ramiz. Raqib yana ancha kuchlilashdi hozircha. Bularga qaramaydi do'stlar. Ichida vashti kuchli ekan, pishgan ekan raqiblar. Alô, alô, galera! Ao vivo na tela da EA Sports, definitivamente do palco do jogo. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado, na cabine número 8, tem a presença do Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Real Madrid
E Real Madrid. Fala, Vilani. Aqui no EAFC, Vai. a gente sempre quer ver um bom futebol. O que a gente... Yeah! Yeah! Vay bile. Var Madrid anlıyor mu? Nem começou o jogo. Qaranglar do'stlar. Primeiro amarelo. Ozchi master class ko'rsataman. Vilani, porque depois fica Atención que hay barra. fácil você... Uy 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 master class. Wow, просто. Realga urdi do'stlar, Realga. Na junção da trave com Oi 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 oi. para a Coruja. Joga a luva, goleirão. Vilani, não tem goleiro que pegue essa bola. Que golaço. Som. Bola retomada por ali. Smith, arkadaşlar boss oranlar do'stlar. Seguindo o ataque. Tem espaço, dá pra avançar. Bu joyni kesib tashlamayman lekin do'stlar, chunki nimaga desa olmasligim mumkin. Sprintga to'g'ri deyishlar mumkin. Silvaga to'g'ri deyishlar mumkin. Shuning uchun biz ishlatmaymiz. Anavikda просто push etib qo'yamiz. Uy, ko'p. Kepes. Onu Mendes. Para ampliar a vantagem. Oi oi oi, yana não é interessante. Oi, yana não é interessante. Kaçırmamız lazım. İtalya Ligi'nde yakın maçlar açık şu buladı. Que chance. É pra fazer. Bu oyuncu da yine kayıtları da saldırılar. Panen gidecek oyun. Posta panen ki. Jogador. Dört sakın instagram gidecek oyun. Çok fazla olmuş. Oraya başlayan geri. Şöyle bayrağı. Dá pra avançar. En yakın içeri zaman. Nasıl bala. Que chance. Cara a cara com o goleiro. Desperdiçou. Baston doğru noktalar dolayısıyla. Sana vurup çıkarttı. Ou não. Burada dolayısıyla iki kişi ya. Brian ikisi var kalmadı. São 4 gols de vantagem. Bailey go. Bailey go. Dur şöyle tamam. Vur Bailey go sana. O árbitro marca. Falta pro Real Madrid. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Kontra dolayısıyla kontra tek yapamaz. Vay bilmez sıcak koymuş dolayısıyla. Que chance pra fazer. Al gol bana. Uy. Güzel güzel. Bak bir de dolayısıyla aşağı sıktı. Kime geldi ben? Aşağı sıktı. Orada mı? Zombo. Çok kırık yapıyor. Já virou chocolate antes do intervalo. Apitou. O árbitro. Bunu zombo mu? Apita o árbitro. A bola rola pra segunda etapa. Até agora a gente só viu um time em campo. Vamos ver se deu Sabe efeito que a conversa do você treinador no vestiário. Ele, a bola, o goleiro, gol. Uy ya çok güzel ya. Vamos ver a jogada. Vamos pra Marcelo cá, Insigne, vamos mesmo pra assim, cá. achou espaço e guardou ela lá dentro. Mandou bem demais. Çuvar. Bana verdik Posse onu. volta pra eles. Kylian Mbappé iyi gol. Adamlara darbe. Mbappé. Mbappé. Kurtu golü bana kuşadı. Escanteio pro Real Madrid. Gözüm maskilo. Recupera a bola sem Maskilo falta. falan kurasını. Nesta. Vai conduzido pro ataque. Mbappé açık. Vai a Uy jogada. ya çekim. Em bola largada. Esperava o passe antes. Ficou em posição irregular. İlk üçüncü minti maçı vardı. İzliyorsun. Hop. O passe cortado. Tentado o Real Madrid. Mbappé açık. Mbappé açık. Aa gidiyor nasıl gitmedi gelmesi. A bola ficou fácil pro goleiro. Gabriel. Luiz. Bola do alto. Uy. Hoca nasıl gol dolayısıyla hoca. Fransa'ya gelgen gol dolayısıyla gol dolayısıyla karayla. Kutu gibi. Taştan kutu şirketine giden pas on kutu. Gitti sağlıyor. Eu já fiz alguns, mas esse Puxa, merece gol, incrível, hein? gol. A meia altura. É muito fácil errar o tempo de bola ou acabar isolando ela. A execução foi perfeita. Vai babando. O goleiro tá fazendo. Vay be. Yorgunum. Cara a cara pegou forte demais. Isolou. Não era lance pra encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Tem espaço. Dá pra descer. Başka bir şey kaldı. Adam açtı. A chance é Uy ana sayı. Ne mana kucak bu böyle. Foi. Başka bir Vai şey ter kaldı. escanteio pra bater. Oo Nuno Dubel. Yıkmaya çalıştı bu kadar doğru. Horla vardı. Esse é Mascherano. Mbappe'nin var yanı var. Horla da Mbappe. Mbappé. Luiz. Pra fazer. Fucking deadbeat that should never say more life. Meet the grams. Olha Mbappe korktu. Fim de Çok uzun papo. oldu. Ne? Real Madrid leva a Kim melhor. Castle Sai de oynuyor campo arkadaşlar. com a Like abone vitória. olmayı barcha transferlarni bajardi. Qiyinidan tortib técnica oqsona deve gacha. ter ficado satisfeita. Bu ham o'ziga yarasha qiyinchiligi g'olib uchun, lekin birinchisi menga osondek tuyuldi, chunki u yerda umuman shartlar yo'q edi. 15 tadan 16 zararni kimlar urganda o'ylaydi. Mbappe 2 ta, 3 ta hat-trick Mbappe'dan, Berhus bitta, 2 ta dubl, Nuno Mendes dubl. Alvayran bitta urdi. Do'stlar, mana challengelarni bajardik. O, mana Pakopining ham qilib beraman sizlarga. Chichib qo'ydi lekin Pakopining. Do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bugun sizlar bilan Uzgaming xalq kanali bo'ldi.
Keyingi safar qaysi video, nima haqida video bo'lsa shuni yozib qoldiringlar, iloji bo'lsa agar. Yozib qoldirishingizni so'rab qolaman, lekin hozir menimcha pakam ochsa kerak 2,5 mingtalikdan bitta. Shuni mana buni olib olaylik. Buni qilsak olmos olamizda do'stlar biz. Sizga taktika mana 15 martadan 3 ta futbolchini kuchaytir deydimi? 15 marta kuchaytirib kuchi berasizlar. Endi olib turasizlar, yana beraverasizlar bitta futbolchidan. Unda faqat ana o'yinchi tejagan bo'lasizlar. Mana do'stlar nima deydi? 3 ta player 15 martadan kuchaytir deydi. Sizlar bitta futbolchini 3 marta kuchaytirsanglar bo'ldi. Ya'ni bitta kuchini. Ma bu yetmayapti 300 yana. Sizlarga life hack. Yana bir marta mana ishonmasanglar mana. Menga bitta beraman 5 tani. Kuchaytiramiz. Qaranglar, bitta kuchaytiramiz, sirazi bo'ladi mana. Mana ketdi. Ana do'stlar, bajarildi sirazi. Mana olmos berildi. 1,5 mingta olmos oldik. Endi menga biz pak ochamiz. Pak opening bo'ladi. Pak opening. Pak opening. Mana do'stlar, bismillah mana bizga belli beradi hozir. Rivaldinho, Cafu, Rivaldo demoqchi, Rivaldinho. Qarachi, bizga bitta futbolchi beraychi, chiqo. Davay, ispaniyalik biratishga. Sibiri. Atletik Bilbao 106 do'stlar, mana 106 do'stlar, sizlarga opening pack. Ne, kakras kerak edi himoyachi. Mana bunda qo'yib yuboramiz buni. Ishda o'zi emaslar. Shuni bu yoqqa qo'ysak 103 bo'ladi mana. Mini. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa sizlarga like, obuna umuman esdan chiqmasin. Sizlar bilan Uzgaming Hub kanali bo'ldi do'stlar. Keyingi video nima haqida bo'lsa, shuni ham yozib qoldiringlar. Mana druza tashlasanglar agar. Xullas xayr. Like, comment, obuna bosib qo'yinglar.